do'stlar, sizlar Dragonaga xush kelibsiz. Biz bugun ko'rib turganingizdek Mayan kafega men boshliqlik qilyapman. Hozir qishloqlarning bittasi nima xohlaysiz? Menga bitta steak. Opa, steak olamizda. Va steak tayyorlaymiz. Va aytmoqchi, men o'zimga doska olib keldim. Doskada kesish kerak-ku. To'g'rimi do'stlar? Mana to'g'ri. Endi steakka aylantirdik. Bu yerga qo'yamiz. Bitta qo'yamiz. Pishirishini kutamiz. Kimga yana nima? Menga bitta tovuq. Aha, bo'ldi. Endi bitta tovuq. To'xta. Steakni olib borib beramiz egasiga. Mana sizning steakingiz, janob. Bu yer ertalabdan ishga kirishni boshlaymiz. Kimga yetish? Ana bu tovuq go'shti hozir va hozir polni ham shipirib qo'yish kerak. Polni shipirib yurish. Menga bir ish kerak. Ana shu ishchi bu ishlarni qilish kerak. Janob, o'tib olsam bo'ladimi? Do'st, bu yerni ham shipirib turishim kerak. Janob, kechirasiz. Hozir ovqatingizni tezda. Ana bu yerda ahmoqlar turibdi. Mayli. Tovuq go'shti ye. Steakni bu yerga tashlaymiz. U yeb bo'lingan steak desak bo'ladi. Endi tovuq go'shtini olamiz va uni ham pichoqdan o'tkazamiz. Zo'r qildim. Yana kimga nima? Menga iltimos bitta suv ham qo'shib yuboring. Mayli, suv qo'shib yuboramiz do'stlar. Yana nima? Do'nsik bo'lardi. Baliq. Bitta baliq. To'xtang. Mana baliqni olamiz. Baliqqa qo'yamiz. Sir juda ham ko'p yergan. Oxir 5 bo'ldi. Bunda ham 3 ta bo'ldi. Janob, sizga maslahat. Uncha ko'p yeyganingiz yetir shekilli. Baliq 5 ta. Mayli, o'z bolalar uchun boradi deb o'ylayman. Treska. Жареная крольчата. Janob, mana sizning ovqatingiz. Hamda mana sizning balig'ingiz. Kolani quyib berishim kerak. Janob, mana kolangiz. Mana sizga gazirovkangiz bo'ldi. Desak ham bo'ladi. Yana kim nima buyurtma qiladi? Ana ularni yo'qotib yubormasammi? Bu yerdan yo'qol. Ular yo'qotib keldim va nihoyatda ularni. Assalomu alaykum janob. Sizga nima? Mana uchalovingizga nima? Menga nima desak bo'larkan? Hozir ko'rib beraman.
Nima sotishing? Mayli. Menga iltimos bitta steak. Menga esa o'g'lingizga esa nima? O'g'limga esa tovuq. Sizgachi? Menga bitta quyon. Opa. Ular juda ham ko'p yergada. Nima? Bitta quyon. Ko'ryapman mana. Ko'ryapman bilan. Ovqat pishirish qiyin ekan, ayniqsa. Hozir o'tinni yarmini olaman. Ikkovini ko'rib turish kerak. Birinchi mana bu pishadi deb o'ylayman, lekin bo'ldi. Hozir bu yerga janoblar va xonimlar bizdagi mana shunday qilib to'rtta bunaqadan 3 steak. Va mana sizning buyurtmangiz. O'g'lingizga maydalash kerakmi? Ha, o'g'limga maydalab kelib bering. Mayli, o'g'lingizga maydalab kelib beraman. Voy. Mana. Mana. Maydalandi. Mana tovug'ingiz, ikkovlaringiz yeyaverasiz. Katta bo'lib beradi. Deb o'ylayman. Yaxshi appetit. Endi oxirgi zakazchiklarim qoldi. To'xtang, tashqarida u kishi bor. Shuni so'rab ko'raylikchi, ketdik. Qo'ylaring qani? Ey, странник. Assalomu alaykum. Nima sotishing mumkin menga? Muz. Muzing bor xolosmi? Bor yo'q-a? Bizga hozir bizning bu yerda oxirgi klientlarimiz qoldi. Mana bu ikkita bola do'st, bular sizga nima? Do'stlar, salom. Biz bugun eng katta portada zakaz qilamiz. Hammasidan olib keling. Hamma ovqatlarimizni mayli. Mana do'stlar, va bular vaqti keldi. Hamma ovqatni olib boramiz ularga. O'ylab turing, bular qancha ovqat yeyishar ekan. Birinchi bo'lib ularga desertini olib borib beraman. Hozir yarmini bu yoqqa olib qo'y. Yarmini olamiz do'stlar. Tarvuzda ham yarmini. 33 ta tarvuz. 33 ta tarvuz, to'xtang. 33 ta tarvuz beramiz. 32 ta olma beramiz. Bu endi perekursga do'stlar. Manuncha steak. Bularga go'sht desak. Bu eng yaxshi zakaz bo'ldi mana bugunda. Bunaqa ko'p zakazni bermagan hech kim hali. Hech kim. Endi ketdik, qo'y go'shti bor. Zo'r bo'ladi do'stlar. Mana buncha. To'xtanglar. Va
qo'lim muzlab qoldi. Xolodilnikka qo'lim tiqavergandan beri voy, mana yarmini qildik. Ularga desertini olib boramiz. Klientim ketdi. Hozir ularga o'zlarini birinchi mana janob do'stlar, mana endi bizga mevalarni olib kelyapmiz sabzavotlar bilan. Nima? Mana janob sizning tarvuz, olmangiz, yana to'xtang, yana qizil qo'ziqorinlar mana bo'ldi. deb o'ylayman. O'tin yetadimi o'zi? Do'stlar, mana bu yerga olib qo'yamiz va bu yerga 22 ta go'sht. Bu yerda oho, shunchani yeb yuborishlariga anamigina chiqib, tashqariga chiqib turaman. Ovqatlar pishguncha ko'p vaqt ketadi do'stlar. Mana shu ikkita bloger qanday qilib shuncha ovqatni yeb yuboralarkan? Stop do'stlar, sen like va obuna bo'ldingmi? Shu oxirgi videolarda 330 ta prosmotr, lekin 8 ta like. Buni to'g'rilab qo'yishni iloji bormi do'stlar? Sizlarga men dam olishsiz video qilaman. Sizlar menga bitta like va obuna bosib qo'ying. Rahmat. Oho, ketishyapti. Yangi zakazchiklarim ketarsizlar a? Pishyapti va go'shtgacha biz o'zimizning sortirovkani qilib turamiz. Ular yegilmadi va bo'ldi. To'xtang, buni qo'yib qo'yamiz. Buni ham ortib qoldi va ana ularga olib borib beramiz. Assalomu alaykum. Mana sizlarning ovqatingiz do'stlarim. Qaynoq juda ham. Mana sizning qaynoqqina ovqatingiz. Endi mana 22 tangizni olib boraman. Mana sizning 22 ta ovqatingiz. Sizlar yeyavering. Men bu yerlarga ovqatni solib qo'yaman. Bu yerda hali o'tin bor-ku. Bu yoqqa buni solaman. Ertaga muzlatib. Do'stlar, eshitib qo'ying, bu juda ham zo'r plan. Hozir bularni muzlatib qo'yamiz, xolodilnikka tashlab. Muzlatamiz va bu yerga жареная baraninani olamiz. Qo'y go'shti shirin bo'ladi deyishadi. To'g'ri, shirin bo'ladi. Mana bunday sortirovkaga o'tkazamiz buni. Bunday Abu Dhabiga boramiz. Mana bu yerlarning ularning oldiga boramiz. Do'stim, senga bu yering zo'r ekan. Ovqatlaringni yeding, juda ham shirin chiqibdi. Endi hozir yana nima olib kelding? Mana sizlar uchun qo'y go'shtini olib keldim. Uzun pishirib. Mana olavering. Ko'p odamlar ketishdi. Va do'stlar, hozir bu yerni men shipirib qo'yay do'stlarim. Sizlar ovqatlanavering bemalol. Odamlar ko'plari ketishdi, sizlar ham ketavering. Do'stim, men senga oylik pulimiz qancha chiqdi? 64 stok. Mana endi sizlarga rahmat. Do'stlar, stop.